Bir necha kun oldin Shohimardon qishlog'iga to'yga bordik. To'yga bordik, shunaqa yoshligimga qaytib qoldim. Nimaga desalaring, u yerda juda ham taassurotlarim boshqacha bo'lib ketdi. Birinchi o'rinda odamlarining samimiyligi, odamlariga qoyil qoldim. Shohimardonliklar bo'lsa shu videoni jo'natib deylar, ammo Shohimardonning muomalasi, madaniyati, shularga qoyil qoldim. Hali nima desa bo'ladi, kirchimol, soddadil, toza vijdonli odamlar o'shda ekan deb o'yladim-da. Yonida o'tiribmiz, bemalol hammasi bir-biriga xushchaqchaq, bir kibri yo'q insonlar. To'ylarida oshlarini mana hozir videolarda ko'rsataman. Oshlarini ko'rsalaring, shunaqa katta go'shtlarni solib, shunaqa mehmon qilishar ekan. Yoshligimga qaytdim. Kim yoshligiga qaytgisi kelsa, oldingi to'ylarni ko'rgisi kelsa, Shohimardonga borsin. Shohimardonda men ko'rgan joyimda 120 kilo, 160 kilo yurish damlanar ekan. Shuni xalqqa yegizib yorishar ekan. Shu xalq shunaqa maza qilar ekan, ammo povurlariga, mana povurlari ko'rib turgan bo'lsa, oshpazlariga juda ham kattakon rahmat. Shunaqa oshni yetib berar ekan, hali ko'cha tilida gapirganda maza qiladim, rahmat olman. Shohimardonliklar sog' salomat bo'linglar. Biz borib ko'pincha mazza qilib dam olib kelaveramiz. Sog' bo'ling.